Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Mana navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Bu ishimiz Namangan viloyatiga qilib berganmiz. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqqan. Bu yerda общий 8 ta orollar bor, 2 ta eshik, 6 ta rom bor. Oynasi bir qavat, o'zi rangidan qoradan bo'lgan. Videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosib qo'yamiz. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqqan. O'zingizlar ko'rib turibsizlar mana. Bu tomondagi romimiz 4 ko'z bo'lgan, chegasidan bittadan ochilgan. Bu romimiz 3 ko'z bo'lgan, o'rtasidan ochilgan. Bu romimiz 2 ko'z olib, bittasi ochilgan. Bu eshigimiz xudo xolasa juda ham chiroyli chiqqan. Ustullarini har doimdek kafon bilan o'rab berganmiz. Ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqqan. Xudo xolasa chaklarini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Chaklari ham har biri kelgan. Xudo xolasa eshikni ochib yopishni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Yonishlari ham joyida. Xo'p, tashqari tomondan ichkari tomon bemalol ko'rinadi. Aytganimdek, romlardan har biridan bittadan ochib berganmiz. Xudo xolasa delfinlarni ham eng original, eng tozasidan qo'yib berganmiz. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqqan. Bu yerda bitta eshigimiz bor. Mana ochib yopishni ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqqan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bu bilan murojaat qila olasizlar. Buni kvadratiga keladigan bo'lsak, kvadrati 600 mingdan qilib berdik. Xudo xolasa qiziqqanlar bemalol aloqa chiqa olasizlar. Pastda nomer qoldiramiz.